Assalomu alaykum, доброе утро. Kecha olib qo'ygan mashinamiz tayyor bo'ldi. Prosta ikkita mashina bo'layotgandi, buni ishi kamroq edi. Motor yo'lda, motordagi maslahat bermayman. Hamma joyi oddiy yuvilgan, hech joyiga kraska sepilmadi. Qo'ldan kelgancha zavodskiy qilib bering deyishdi. Chexolda yechib tashalgan, полностью idealniy qilib chiqarildi sideniyalar. Gilamda, orqadan to'kilgan nimadir sousmi nimadir to'kilib ketgan ekan, o'shani hidi bor ekan, uni полный yuvib tushirildi gilamda. Idealniy qilindi. Keyin vetroviklarni olib tashaldi. Bitta narsa aytmoqchiman, bir xil shoshilib mana edi. Super kley qo'yib yuborishgan. Buni men ish bola qilib bera olmayman. Полный заводской qilib chiqarildi. Bagaj полностью idealniy qilib joyiga narsalarni qo'ygan. Kataloglarigacha yuvilib tozalangan. Xizmatlar bo'lsa bemalol aloqadamiz. Всем удачи. Если что, мы на связи. Charchamanglar.